Keyingi savolimiz, baxtli oila uchun aniq bir qoidangiz bormi? Bilmayman, qoida deb bunaqa hech qanaqa formalniy anaqa bu fikrni bir pakovka qilmaganman. Pravilalar bormi? Qanaqadir ham sizda? Bor. Masalan, Svidaniyalarga borasizlarmi balkim? No, qanaqadir yo'q, traditsiyalar bordir. Yo'q, unaqa traditsiyalar menimcha yo'q. Unaqa bir qanaqadir shablonlarga tushish kerak emas deb o'ylayman. Bu kimnidir jamiyatda va restoranni biznesi va Instagramni qurgan anaqalarda shablonlar ani. Rosa gapiraman, yo'q deyman. Masalan, g'orda yashagan odamlar ham baxtli yashagan, masalan, hech qanaqa Svidaniyaga bormasdan har kunda Men shuni ishlataman endi keyinga. Shuni g'orda yashagan odamlar baxtli yashagan bo'ldi, shuni ishlataman. Bu unaqa, bu hammasi marketingda, bu anaqa restoranni, otelni biznes, event bizneslarni marketingida anaqa. Bu ko'proq g'arbni anaqasi sotayotgan anaqasida, ana amerikanskiy, yevropeyskiy anaqada anaqa. Bilmadim, misol uchun endi biz borsak, bolalar bilan yuramiz. Bolasiz yurmaydi, bolasiz zerikarli ham bo'lib qoladi. Qizuv, masalan, nima anaqa endi hurmat qilishingiz kerak endi o'sha partnyoringizni. Juda anaqa nima deydi, faqat o'zingizni anaqangiz emas, qiziqishlaringiz emas, uni qiziqishlarini ham o'ylashingiz kerak. Lичный sifatida hurmat qilishingiz kerak. Mana masalan, agar uni rivojlanishiga yordam berishingiz kerak, bu ham muhim juda. Chunki mana o'zbeklarda ko'pida shu ayoli, ya'ni uyga qaraydi, bolalarga qaraydi deb shu ramkaga solib qo'yadi-da, uni o'zini rivojlanishini o'ylamaydi. Lekin menga uni o'zini rivojlanishi ham juda muhim masalan. Men o'sha ramkalardan qaytanga olib chiqib ketishga harakat qilaman. Bir xilada masalan dekretda bo'lib, bola bilan bo'lganda o'zi ayol kirib ketib qoladi, shu narsaga juda qiziqib ketadi. Men chiq, bu yerdan chiq, sen uy ishlarini qil. Hayoting o'tib ketyapti. Sen nima har kuni bitta rutinni masalan narsani tozalab, artib, mashinaga yaralmagansan. Anaqa qaytanga men o'tdan olib chiqishga harakat qilaman-da. Bu anaqa rivojlanishini xohlaysiz. Rivojlanishni xohlayman. Sen masalan jamiyatda masalan nimaga kelgansan? Sen masalan dars beradi universitetda rassomchilik bo'yicha. Ko'pchiligi dars ber, studiya qil, ya'ni buni ko'proq odamlarni o'rgat, ya'ni impact qil deyman-da. Ya'ni bu anaqa kerakliroq narsa deyman. Bolalarga ham bu juda важный. Onalari rivojlanishi albatta ishlash kerak masalan, o'sha ishlashga maksimal o'sha imkoniyat qilib beramiz. Zo'r. Как бы turmush o'rtog'ingiz bilan tushundik.